Maftunkor O'zbekiston dasturiy ijodiy guruhining Navoiy viloyatidagi Markaziy Qizilqum milliy tabiat bog'i bo'ylab safari davom etadi. Atrof shunchalik chiroyliki, bir kun avval malla rangda bo'lgan cho'l oppoq tusga kirgan. Lekin bu quvonchimiz uzoqqa cho'zilmaydiganga o'xshaydi. Qor qalinlashib borgani sari ayrim tepaliklarga chiqish juda qiyin bo'lyapti. Bunday paytlari mashinalarimiz boshqa pastroq yerlardan aylanib o'tyapti. Ba'zi joylarda mashinadan tushib, uni bu tepalikdan o'tishiga yordam beryapmiz ham. Bu qor kuchaygandan kuchayapti. Ayniqsa oldingi mashinamiz juda ham qiynalyapti ekan, endi bilmadik bu holatda bu cho'ldan qachon chiqib ketamiz, qanday yetib boramiz. Endi bu yoq qorong'i, imkon qadar shu haydovchilarimiz harakat qilishadi. Qani? Ketdik bo'lmasa oldi. 7 sm bo'libdi. 7 sm bo'libdimi? 7 hozir uchta joydan o'lchab ko'rdim-da. Ha. Hamma joyda bir xil, chunki shamol bo'lmayapti-ku, hamma joyda qilyapganda. Bu endi jonivorlar uchun yaxshi, tabiat uchun. Tabiat uchun kelasi buni endi bahordan yaxshi bitadi. Bahorda o'simliklar zo'r bo'ladi. Jayronlar semirib qolsa kerak, ha? Ha, egizib boradi. Egizib boradi. Qo'y. Boshida bu holat qiziq tuyulayotgandi, lekin 2 soatlar shunday vaziyatda yurganimizdan so'ng bu bizni bezdira boshladi. Qanchalar adashib o'tib ketdik aka? Ha, hech narsa adashganmiz. Boshqa bu yo'l boshqa joyga olib ketadi. Ha, qay boshqa joyga? Hech yo'ldan chiqa olmay qolasiz. Ha. Aylanib yuraverasiz joyingizda. Ha, bo'ldi, to'g'ri aytibsizlar. Ko'p ketmagan ekanmiz. Mana qoram sababli adashtiryapti-da yo'lda. Ha. Mana adashgan joyimiz. Qoyil. Mana shu qizil adashgan ekanmiz. Bu manzarani qarang, atrof hamma joy ko'rinadi. Chiqamizmi? Ura! Biz o'tdik. Endi esa ortdagi sheriklarimiz harakat qilishadi. Mana ular. Qoyil, o'tdi. Endi o'zimiz qaytib ketamiz. Qoyil, ikkita mashina ham o'tib oldi. Endi ularga yetib olish kerak tezroq. Oho, ancha bo'lib ketdi-ku, qora. 10 sm dan ko'p, ha? Yo'q, 18 metr. Katta tepalikka chiqishda mashinamizga kuchli bosim tushganidan ulovimiz dinamining remini cho'zilib ketdi. Uni tuzatmasak, bu yerdan qo'zg'almaydi. Sheriklarimiz mashinani tuzatishga tushdi. Qor esa yog'ishda davom etmoqda. Oradan yarim soat vaqt o'tdi. Lekin mashinamiz tuzalishdan esa hali kerak. Sovqotganlar navbat bilan kelib gulxanchada sim ketishi mumkin. Buni ham ba'zir yoqdik o'zi ham. Nam bo'lib qolgan hamma narsa. Zerikmadingizmi ustoz? Zerikkandan qilaman. Qor shunchalik qattiq yog'yaptiki, o'zi
Mashinalarimizning oynalari ham qor yopishish tugul mana muzlab qoldi o'zi sovuqdan. Lekin sheriklarimiz hali hanuz mashinani tuzata olishmayapti. Avval bundan ham qalin yo'llarda yurganingizda ham anaqa emasdi, buzilmaganda, ha? Sharoit hosil bo'ladi, yo'q, buzilgan. Odamlar lesi bo'lib qo'ygan hozir. Ha, demak, shu ham sabab bo'ldi-da. Ha, xudo xolasa hozir ham chiqib ketamiz. Ha. Endi ozgina qiyinchilik bo'ladi. Har doimgi ishimiz. Qanday bo'ldi aka, tuzaldimi? Mas buza tuzaladi hozir. 10 minut. 10 minutda yuramiz hozir. Qalinlar chiqib qoldi. Manzilda bo'laylik hozir. Demak, hozir biz kelishimizda oldin bu yoqqa yog'ishni boshlaganda, ha? Biz bo'lgan hududdan yarim soatlar oldin boshlangan. Ha, keyin o'sha yoqqa borgan. Ha, o'zi bunchalik qalinlashib ketish emas. Ko'p yurmadik-ku. Qor turibdi. Axiri hamrohlarimiz qorning ostida qolib 2 soatlardan ko'p ishlagandan so'ng mashinaning nosoz joyini tuzatishdi. Hozir kelishib oldik. Ikkita mashina orasi 1 kilometr tashab yuradi. Chunki oldindagi mashina o'ta olmay qolsa, orqadagi yetib kelguncha o'zi o'tib olishga imkon bo'ladi-da. Qani, ketdi. Bitaraveramizmi? Bitaraverar ekanmiz. Qor qalin yog'di. Shuning uchun kichkinagina tepalik. Balonlar o'zi muzlab qoldi, chunki orasidagi tishlariga ham qor to'lib muzlab qolgan. Shuning uchun qiynalyapti, rosa qiynalyapti. Hammamizning kayfiyatimiz yaxshi. Toychog'imizga o'tirdik. U qo'zg'aldi, oldinga yurdi. Birinchi tepalikka chiqishi bilan yana reminida nosozlik yuzaga keldi. Yana o'sha holat takrorlandi. Hammamiz horg'in holda mashinadan tusha boshladik. Boshqa iloji yo'q. U tuzalmasa, bu kimsasiz cho'lda qolib ketamiz. Biz ham do'stlarimizga qo'ldan kelgancha qarashib yubordik. Sovuq jon-jonimizdan o'tgach, gulxan yoqdik. Barcha navbati bilan kelib uning atrofida isinib keta boshladi. Hozir bahor oyi bo'lsa-da, bu yerlar Qozog'istonga, shimolga yaqin bo'lganligi uchun qishning qahri ketgani yo'q. Qor kuchaygandan kuchaymoqda. Do'stlarimizning mashaqqatdan qochmasliklarini, bir-birlarini hurmat qilib, hamjihatlikda ishlashlarini ko'rib, ularga hurmatimiz yanada oshdi. 2 soatlik tuzatish ishlaridan so'ng mashina yuradigan bo'ldi. Hamma o'z joyiga joylashdi. Lekin bir tepalik oshmasimizdan u yana buzildi. Endi ular tugul bizning ham hafsalamiz pir bo'ldi. Bu yoqga endi mashina yurmasa kerak. Aksiga olib, yagona sog' mashinamiz tepalikdan tushayotganda oldingi chap shinasining havosi chiqib ketdi. Endi uni g'ildiragini almashtirish kerak. Har doim ham ishlar rejangizdagidek bo'lavermas ekan. Qarang, shuncha og'ir vaziyat kamlik qilganidek, noqulay ob-havoda ishlash jarayonida damkrat buzilib, yaroqsiz holatga keldi. Hamrohlarimiz g'ildirakni almashtirish uchun uning ostini kovlay boshlashdi. G'ildirakning osti kovlandi. Endi nosoz g'ildirakni olib, sozini qo'yishimiz kerak. Buning uchun mashinani yerdan biroz ko'tarishimiz zarur. Hammamiz birgalikda mashinani ko'tarib turdik. Qani. Boshqa hamrohimiz mashinaning tagiga boshqa g'ildirakni qo'ydi.
hozir. Endi nosozini almashtirish uchun mashina yerdan yetarlicha ko'tarildi. Mamlakatda Ko'laymi? To'xtang. Hozir ko'laymi? Bu tarafda shu chuqurga turadi. Ha. Mana bu yer buni naqtiradi. Mana shu yerlar, ha? Yaz bering hozir. U endi yuradi, lekin narigi mashina yurishiga hech kimning ko'zi yetmayapti. Bu orada kech ham tushdi. Hammamiz allaqachon ivib bo'lganmiz. Vaqtni yo'qotmaslik uchun yuradigan mashinada 5 kishi ketadigan bo'ldi. Biz manzilga yetib borib, keyin bu yerda qolgan sheriklarimizga yordam jo'natamiz. Ketadigan mashinani imkon qadar yengillashtirib olyapmiz. Qoladigan mashinaga barcha oziq-ovqatlarni o'tkazdik. Ochig'i, hamrohlarimizni bunday kimsasiz va sovuq cho'lda, ayniqsa yarim tunda tashlab ketish nihoyatda og'ir bo'lyapti. Yuragimiz ezilib mashinaga o'tirdik. Cho'lda qorong'uda yo'l topish ham qiyin bo'lyapti. Ustiga ustak bu mashinamizning tomida yuk ham bor. İmkon qadar manzilga tezroq yetib olishimiz kerak. Chunki bu yerda qolgan do'stlarimizga yordam kerak. Qayda bu o'y xom xayol bo'lib chiqdi. Qor bosgan baland qum uyumlari ko'p ekan. 1 kilometrcha yurar-yurmasimizdan yo'lda botishlar boshlandi. Tepaliklarga tezlik bilan chiqaylik desak, to'satdan burilishlarda tezlikni yo'qotib qo'yyapmiz. Burilishda tezlikni pasaytirmasak, mashinamiz yo'ldan chiqib ag'darilib ketish xavfi katta. Shu jihat tufayli yo'lda ko'p bora botib qolyapmiz. Hozir mashinamiz tepalikka chiqishga juda ham qiynaldi. Shuning uchun hozir biz 2 kishi bu yoqqa oldinga o'tib olib, mashinamiz shu joyda qiynalgan joyda o'tiradigan bo'ldik. Hozir endi tepalikka chiqib ketyapmiz. Mana shu joyda qiynaldi. Bu yoqqa o'ta olmay qoldi. Bo'ldi, shu joyda turamiz. Mana kelyapti. Olg'a. Ha? Hozir to'rt shu bitiryapmiz. Juda ham tepalik ekan. Mashina umuman chiqa olmayapti. Sherigimiz oz qarayapti. Chapga bo'lsa-chi? Mashina juda qiynalyapti. Yuklarimizdan bir qarich qorga botdi o'z tepasidagi. Yana bir tepalikka amallab chiqdik. Mashinaga o'tirib endi biron 100 metr yurmasimizdan yana tushishimizga to'g'ri keldi. Bundan haydovchimiz ham, biz ham rosa xijolat bo'lyapmiz. Haydovchimiz biz mehmonlar qiyin vaziyatda qolganligimiz uchun uyalib turgan bo'lsa, biz esa ular biz uchun shu tomonlarga kelganidan noqulay holatdamiz. Hozir hamrohlarimiz mana shu tomonga ketib, pastroq bo'lgan yo'lni izlashyapti. Hamrohlarimiz atrofda chiqish uchun qulay yo'l bor yo'qligini qarab yurishdi. Bo'ldi, endi chiqa olmaymiz. Bizningcha shu yer borar manzilimizning oxiri bo'lsa kerak. Boshqa choramiz yo'q. Bu holatda bu joydan chiqib keta olmaymiz. Ahvolimiz mana shunday tang bo'lib turgan paytda orqada qolgan sheriklarimiz yetib kelishdi. Qarang, ular mashinani qoldirib yo'lga chiqishibdi. Piyoda bizga yetib olishibdi. Ular ham kela solib bizga yordam berishga tushishdi. Qilib orqadan yurgansizlar-da? Ha, yo'q. Qancha vaqt yo'q qoldi. Yotgandan ko'ra, kutgandan ko'ra yurgan yaxshi-da. Bizni ham orqamizdan ko'rdingizmi, chiroqlarimizda Ha, shu to'xtab qolganlarni ko'rib turib, keyin bizlar harakat qildik. Mos o'tirdik. Boradi, odam jo'natadi deydik. To'xtaganlarni ko'rdik. Ko'p qolib ketganingizni ko'rgansizlar-da? Ha.
Bu nasib bo'lsa shu yerdan chiqdik-ku. Menlardan chiqsanglar. Qiyin joydan chiqdik-a? Yo'q, borgandan keyin vaganga olib turamiz. Vagongacha borib kelamiz. Necha soatda vagonga borasizlar? 5-6 soat. Xo'p. Yo'lda davom etyapmiz. Yana 2 marotaba do'nglikka chiqishda ortimizdan yetib kelgan do'stlarimiz yordam berib yubordi. Shundan so'ng mashinamiz 4-5 kilometr masofa atrofida hech qayerda to'xtamay o'qdek uchib keta boshladi. Bu baxt uzoqqa cho'zilmadi. Birin-ketin tepaliklarda to'xtash, mashinani yo'lini ochish, g'ildiraklar ostiga shox-shabbalar tashlash boshlandi. Oldimizda juda baland tepalik turibdi. Qor tizza bo'yi. Bu paytga kelib soat tungi 1lar edi. Havo ham ancha sovib ketdi. Qor muzlashni boshlabdi. Bo'ldi, endi tamom. Shu yerda qolishdan boshqa ilojimiz yo'q. Hamma taslim bo'ldi. Hech qanday chiqib ketish yo'li ko'rinmayapti. Buning ustiga sillamiz qurigan. Lekin shu payt bizga ortimizdan kelayotgan hamrohlarimizning taqdiri kuch berdi. Chunki biz ust boshimiz ho'l bo'lsa-da, mashinaning ichida ertalabgacha omon qolishimiz mumkindir. Lekin ortdan kelayotgan sheriklarimizchi, ular ochiqda, biron yeguliklari yo'q, havo sovuq, aksiga olib qor ham tingani yo'q. Shuni hisobga olib bor kuchimiz bilan mashinaga yopishdik. O'zimizning, sheriklarimizning hayoti uchun kurashdik. G'ildiraklar ostiga shox-shabbalarni tashladik. Mashina yo'lini ochdik. Bir amallab imkonimiz boricha tirmashib, axiri uni chiqarib oldik. Haydovchimiz gazni bosdi. Axiri bu holatlar jonimizga tekkach, haydovchi do'stimizga mayli ag'darilib ketsak ham faqat botib qolmaylik, gazni to'xtovsiz bosing dedik. Ular ham qaytmadi, faqat gazni bosdi. Ana 1 metr qoldi. Yana ozgina. Yarim metr, 10 santimetr chida toychoq. Qani? Ming shukr, o'tib oldik. Butun tanamiz mashina bilan bir butun bo'lib ketgandek go'yo. Boshpanamizga yetib keldik. Juda tolgandik. Qo'riqxonaning boshqa xodimlari mashinaga benzinni to'ldirib, ortda qolgan hamrohlarimizni olib kelgani ketishdi. Biz charchab, uxlab qolibmiz. Qolgan sheriklarimiz tongga yaqin kelishibdi. Tong otgach, hammamiz Milliy tabiat bog'ining bosh binosida to'plandik. Sheriklarimizdan qanday kelganliklarini so'rab oldik. Aziz teletomoshabinlar, kecha biz soat 2lar atrofida o'sha Milliy tabiat bog'ini chodirdan chiqqan bo'lsak, soat bu kunasi kechqurun 2da o'z manzilimizga yetib keldik. Kelish juda ham mashaqqatli bo'ldi. Hattoki biz o'zi oxirida Bobur aka yetib kela olmasa kerak deb o'zi o'ylab qoldim. Nimalarni his qildingiz o'zingiz? Qirlarga chiqishda ancha qiynaldik. Operatorlarimiz yordam berdi chiqib olishga. Ancha azob bo'ldi. 40 kilometr masofani 8 soatlarda bosib chiqdik. Ancha azob yedik chiqib olishga, ko'zimiz yetmay. Bu ko'zlaringiz qizarib ketdi ekan. Nimaga bu? Shamolladingizmi? Shamollashdik emas, yo'l ko'rinmadi. Hamma joy oppoq, qor bosganlik tufayli yo'lni nima qilish uchun ko'zni uzmasdan tingilib kelgan sababli ko'zlar charchadi. Zo'riqish bo'lganda? Zo'riqish bo'ldi. Yo'lda azobini ko'rdingizlar o'zlaringiz. Yo'lni topib bo'lmadi, hamma joy qor oppoq. O'sha taqirlikdan o'tayotgan vaqtimizda siz ham ancha xavotirga tushgan bo'lsangiz kerak, chunki botib qolgan atrofda esa o'sha balon tashlashga saksovullar yo'qdi. Biroq ancha qo'rqish bo'ldi. Chunki biz chiqib borishga majbur edik. 28 kilometr masofada 3 ta sherigimiz ham qolib ketgan edi. Shuning uchun biz majbur edik chiqib bu yerdan yordamchi kuchlarni jo'natishga harakat qilishga. Sababi shuni ham bosim bo'lganda, shuni nimasi ham bosimi ham bo'ldi. Yordamga borayotgan vaqtida holat qanday bo'ldi? Yo'lda ahvol qanday ekan? Endi holat og'ir edi. Tuman 5 metr 10 metrgacha ko'rib turishda hech iloji yo'q edi. Endi mas'uliyatimiz shunday bo'lgandan keyin yordam kuchi borish, endi biz borishimiz kerakmi? Borishimiz kerak. Yerda 3 ta bolalarni qolganini
Bu yer bizga nima kiygandan keyin orqasidan zudlik bilan yetib borishga harakat qildik va vaqtida yetib borib ularga o'sha muvaffaqiyatli burchimizni bajardikda. Yo'lda qayerlarda qiynaldingizlar? Taqirliklar bor edi. Yomg'ir ko'p yoqqanlik tufayli, qor 15-20 sm yoqqan tufayli ancha qiyinchiliklar bo'ldi. Ular yetib borganingizda holati qanday edi sheriklaringiz o'zlari sheriklar kelgan ekan, charchagan, holdan to'ygan. Endi ular biza borishimizga ishonmagan ekan. Taqdirga tan berib, endi bor kuchini sarflab yo'lda kelayotgan ekan. Bizlar oldindan bordik, yordam qilib, maoshim bilan olib qaytdik bizlar. Bu narsa endi avvaldan ham bolalar uyga kirishdan oldin ogohlantirilgan shunaqa vaziyatlar bo'linadi deyilgan, shunga tayyor edik. Faqat qiyinchilik ozgina bo'ldi, sababi qorda harakatlanish qiyin. Qor yana yopyapti, tinib qolgani yo'q, oyoq tiqilmayapti, oyoqdan suv o'tib ketyapti. 4-5 soat yurgandan keyin to'xtab bir olovlar yoqib dam oldik. Qaradik, kelish niyati yo'q. Keyin aytdik, taqdirga tan berish kerak, harakat qilamiz bu yerda yotib qolish xato. Endi yotdingizmi, bo'ldi, uxlasangiz tamomda, hech kim uyg'onmaydi o joyda. Qor qarligini ko'rdingiz o'zingiz. Yana atrofda qandaydir izlar ham bor edi, bir yirtqichlardami? Endi yirtqich hayvonlar bor, bo'rin izlari chiqdi, bir ikkita izlari ham oldinlardan chiqibdi. Yavlar cho'chitmadi, chunki haligacha qo'limizdan 2-3ta chiqqan payti ham bizga tashlangan payti bo'lmagan. Balkim shu uchunmi, yo uchimiz bir-birimizga dalda berdikmi, balkim qo'rqqanimiz bildirmadikmi, chiqib kelaverdik. Qiyin o'zakda juda charchagandik, to'g'risi. Bizlar xaritaga qaraymiz, kilometr to'g'ri ko'rsatgani bilan yurganingizda masofa uzoqlashadi. Chunki podiyomlik, pastlik, aylana yo'llar shuni uzoqlashadi. Rahmat, mana sheriklarimiz borib qoldi. Sanoman kelib oldik. Necha soatda keldingizlar o'zi bu yoqqa? Kelganlaringiz necha edi? Bizlar soat 8 da piyoda yurib boshlagan bo'lsak, sizlar jo'natgandan keyin. Soat 1:42 yaqingacha yuribdi to'xtagan. Arada bir to'xtab dam oldikda. 1 soat, 1,5 soatlar atrof dam olganimizdan keyin o'zaro harakat qildik. O'sha 1 soatlar yurganimizdan keyin sheriklarimiz bordi. Uzoqdan o'zi yorug'i tushgandan keyin shu va charchab, yiqilib, bir tomonga va qorni ustiga yotishga tayyor bo'lgan bolalar yugurib boshladi ekan oldiga qarab. Qizilqum cho'li o'zining og'ir iqlimi, o'ziga xos o'simlik va hayvonot olami bilan Markaziy Osiyoda alohida o'rin tutadi. Garchi bu hududda yashash sharoitlari qiyin bo'lsa-da, odamlar va jonivorlar cho'lga moslashgan holda yashashda davom etmoqda. Sizlarga yana kutamiz. Xudo xolasa albatta. Yo'l yaxshi bo'ladi. Rahmat. Rozi bo'ling. Rozi bo'ling do'stlar. Juda xafachilik bo'lmagan bo'lsa, bo'ldi. Sog'lik bo'lsin. O'zi qo'llar ham sovqotib ketdi. Bu yerga kelganimizda bahor edi, mana o'zi qaytayotganimizda qish. Ob-havoni ko'rib turibsiz. Cho'lda qor yog'ishni boshlagan bo'lsa, bir kun o'tib mana shu joyga ham yetib keldi. Lekin safarimiz qiyin, mashaqqatli bo'lgan bo'lsa-da, talofatsiz bo'ldi. Hamma o'z joyiga sog'-salomat yetib keldi. Shunga shukr qilamiz. Aziz teletomoshabinlar, mana shunday qiziq jarayonda Maftunkor O'zbekiston ijodiy guruhining Navoiy viloyatiga amalga oshirgan safari ham yakunlandi. Umid qilamizki, mana shu 8 kunlik safarimiz davomida tayyorlangan ko'rsatuvlarimiz orqali sizlarga bir ajoyib manzaralarni ko'rsatishga harakat qildik va albatta biz bu yerga yana qaytib kelishni niyat qildik, faqat bunday ob-havoda emas, issiq yoz oylarida. U paytlarda bu yerda ko'rinishi, tabiati nihoyatda chiroyli bo'ladi. Hozir esa ko'rishguncha xayr qilamiz.